Mehnatga yarasha haq to'lanmaydigan bo'lsa, haqqa yarasha mehnat qilinadi degan naql bor biznes dunyosida. Hozirgi kunda har bir davlatni rivojlanishi uchun albatta ta'lim tizimi kuchli bo'lishi kerak. Buni amaliyotni ko'rib kelyapmiz. Qaysi davlatdagi ta'lim tizimi kuchli bo'lsa, ana shu davlat rivojlanib ketyapti. Lekin ta'lim tizimini kuchaytirish kerak deb hamma aytyapti. Ta'lim tizimini kuchaytirish kerak deb gapiravermasdan kuchaytirish kerak deb hamma aytyapti. Lekin qanday qilib kuchaytirish kerak, ta'lim tizimini qanday qilib kuchaytirish mumkinligini yo'llarini o'rgatadigan odam kam. Hozirgi kunda ta'lim tizimini kuchaymayotganligi, oddiygina davomatni ham ta'minlay olmayotganligimiz, hattoki milliy gvardiyani ham kuchi yetmayotganligi bot-bot gapirilyapti. Farzandi tarbiyasiga befarq bo'lmagan ota-onalar esa hattoki tushkunlikka tushib qolishyapti. Bu ketishda ta'lim tizimi nima bo'ladi? Bu ketishda farzandimni tarbiyasi nima bo'ladi deb qo'rquvda. Oliygohlarga, universitetlarga maktabda beriladigan bilim bilan kira olmasligini hamma biladi. Albatta ota-ona yonidan, cho'ntagidan qo'shimcha xarajat qilgan holda repetitorlarga qo'shimcha darslarga berish kerak. Kami 500 mingdan bo'lmasa 1 million 500 ming 2 milliongacha bo'lgan summani, miqdordagi pulni har bir farzandi uchun ikkitalab fanga to'lash kerak bo'ladi. Matematika, ingliz tili, kamida 1 yil bo'lmasa 2 yil ana shuni o'qitish kerak. Har bir farzandiga bunaqangi katta to'lovlar. Kamiga bir emas ikkitalab fan. 1 yil, 2 yil mobaynida o'qitish. Bu hali bitta farzand uchun bo'layotgan xarajat. Demakki, bitta farzandni biror universitetga kirishi uchun 2 yil muddat, ikkita fan, agar bu fanlarni 1 milliondan o'rtacha hisoblagan taqdirimizda bitta farzand uchun 40 million so'm ketyapti. Bu bugungi kunda taxminan 3 ming dollar degani. Bu hali umumta'lim maktablari tekin bo'lgan davlatdagi holat. Bu miqdordagi pulni ichiga hali o'sha farzandimizni repetitorlarga borib kelish yo'l kira haqlari-yu tushlik pullarini hisoblamaganimda shuncha miqdor kelib chiqyapti. O'zbek xalqi esa bolajon xalq. Kamida 2ta bo'lmasa 4-5 talab farzandi bor oilalar anchagina. Bunaqada xarajat nihoyatda kattarib ketadi. Shunda haqli savol tug'iladi. 10 yil farzandimiz maktabga boryapti. 10 yil farzandimiz maktabni bitirib, undagi bilimlar bilan universitetga, oliygohga kira olmaydigan bo'lsa, ingliz tili, matematikadan yetarli ballarni to'play olmaydigan bo'lsa, unda bu maktabni nimaga keragi bor deydigan haqli savol tug'iladi. Nima uchun 10 yil maktabga boryapti-yu, lekin mana shu 10 yilda berilgan bilim bilan alal oqibat oliygohga ham hattoki kira olmayapti. Maktabdagi fanlarni yaxshi o'zlashtirilmasligi, o'qituvchilarni o'tayotgan fanlarga loqaydligi, davomatni yaxshi emasligi, ta'lim tizimida o'sish bo'lmayotganligi sabablarini hamma har xil talqin qilyapti. Kimdir maktab darsliklarini ayblayapti. Maktab darsliklari qiziq emas, o'quvchini o'ziga tortmaydi, bunaqangi darslik bilan bilim berib bo'lmaydi deyishyapti. Kimdir yo'q, bizni ta'lim tizimimiz orqada qolib ketdi. Biz har xil gadjetlarni, uskunalarni ta'lim tizimiga kiritmayapmiz. Biz 100 yil oldingi uskunalar bilan dars o'tyapmiz. Zamon kuchayib ketgan. Boshqa davlatlarda har xil planshetlarda, har xil gadjetlarda dars o'tishadi degan gaplarni aytishyapti. Mening fikrimcha unday emas. Biz yuqoridagilarni hammasini qildik. Lekin foyda bermadi. Biz zamonaviy darsliklarni ham qildik, zamonaviy uskunaviy gadjetlarni ham qildik. Bunaqangi maktablarimiz bisyor. Faqat bitta narsani qilmadik. O'qituvchini oyligini kerakli darajaga chiqarish. Agar o'qituvchini oyligi oshiriladigan bo'lsa, unda zamonaviy darsliklarni ham keragi yo'q. Unda zamonaviy uskunalarni ham keragi yo'q. Eski metodika bilan, eski darsliklar bilan ana shu oyligi oshirilgan, darsiga, ishiga rag'bati bo'lgan ustozlar, darsini, ishini yaxshi ko'radigan ustozlar geni yasab chiqaraveradi. Hech qanaqangi zamonaviy narsalarning keragi yo'q. 200 yil oldingi metodika bilan ham geni yasash mumkin. Faqat bunda o'qituvchiga rag'bat kerak.
O'qituvchini oyligi kerakli darajaga, to'g'ri darajaga ko'tarilishi kerak. O'qituvchini qorni to'q bo'lishi kerak. O'qituvchi dars o'tar ekan ro'zg'orini o'ylamasligi kerak. O'qituvchini oyligi to'g'ri darajaga ko'tarilishi kerak dedim. To'g'ri daraja qancha? Kami $1000. O'qituvchini oyligi eng kamida $1000 boshlanishi kerak. Darsiga, metodikasiga yangi metodikalar qo'shgan, innovatsiyalar kiritgan ustozlarni esa oyliklari bundan ham oshib boraverish kerak. Qilayotgan mehnatiga yarasha mukofotini olish kerak. Ana o'shanda o'qituvchini joyi talash bo'ladi. Ana o'shanda o'qituvchilikka zo'rdan zo'rni chertib olish imkoniyati bo'ladi. Eng zo'r kadrlar, eng zo'r o'qituvchilarni tanlab olish imkoniyati bo'ladi. Ana unda ta'lim tizimi 2-3 yilda o'z samarasini ko'rsatishni boshlaydi. Mevalarni berishni boshlaydi. Bizni ta'lim tizimimiz uzog'i bilan 3 yilda dunyoda eng ilg'or ta'lim tizimlaridan biriga aylanadi. O'qituvchilik joylari talash bo'ladigan bo'lsa, oliygohlarda o'qituvchilik fakultetlariga ham o'quvchilar yaxshi topshirishni boshlashadi. U joylarga ham eng zo'rlarni tanlab olish imkoniyati bo'ladi. Oliygohlarni o'qituvchilik fakultetlariga eng yaxshi o'quvchilarni tanlab, eng zo'rlarini tayyorlab berish imkoniyati bo'ladi. Tabiiyki, u oliygohlarga, o'qituvchilik fakultetlariga o'qishga kirgan o'quvchilar ham keyin yaxshi o'qishadi. Chunki ular bitirgandan keyin ishga kirishi oson emas. Chunki ular kirmoqchi bo'lgan ishda yaxshi oylik beriladi. Yaxshi oylik beriladigan joyda esa musobaqa nihoyatda kuchli bo'ladi. U musobaqada zo'rlar ichida zo'r bo'lib chiqishi esa oson emas. Demakki, u insonlar, ta'lim tizimiga kirib kelayotgan insonlar va ta'lim tizimida yillar mobaynida ishlayotgan insonlar o'z-o'zidan o'z ustlarida ishlashga majbur bo'ladilar. O'zlarini kuchaytirishga majbur bo'ladilar. Natijada farzandlarimizni kuchaygan eng zo'r insonlar ta'lim berib dars berishadi. Natijada ta'lim tizimida kadr yetishmovchiligi degan muammoni ham bartaraf qilgan bo'lamiz. Oliygohlarni bitirgan eng zo'r o'qituvchi ustozlar maktablarga, oliygohlarga dars berish uchun ishga kirishadi. Ishga kirib oldim bo'ldi emas. Endi ular o'z joylarini saqlab qolish uchun, yuqori oylik maoshlarni saqlab qolish uchun tinimsiz o'z ustlarida ishlashadi. Seminarlarga qatnashishadi. Har xil innovatsion metodikalarni darslariga jalb qilishadi. Kecha-yu kunduz o'z ustlarida ishlab mehnat qilishadi. Kim ham $1000 oyligidan ishidan ayrilib qolishni xohlaydi? Albatta hech kim. Zamonaviy metodikalar bilan dars o'tishni ham keragi yo'q. Har xil gadjetlar million dollarlarga sotib olib kelib, ta'lim tizimiga tatbiq qilishni ham keragi yo'q. Bor yo'g'i o'qituvchini oyligini kolossal miqdorda oshirish kerak va qolgani o'z-o'zidan yo'liga tushib ketaveradi. Hozirgi o'qituvchilarni hafsalasi pir bo'lgan. Hozirgi o'qituvchilarni yo'qotadigan hech narsasi yo'q. Olsa 2 million so'mlik ishini oladi. Tashlaydi, arizasini yozadi-yu, boshqa maktabga borib yana 2 million so'mlik ishga kirib oladi. Shuning uchun o'qituvchilarning hafsalasi pir bo'lgan. Darsga layoqatsiz, darsga ham tayyorlangisi kelmaydi. O'quvchilar darsga layoqatsizlik qiladigan bo'lsa, unga ham parvo qilmaydi. Hozirgi kunda o'qituvchilar orasida keng tarqalgan bir ibora bor. Senlarni o'qishing menga kerakmi? O'qisang o'zing uchun o'qiysan. Bu gap o'qituvchini ilojsizligidan kelib chiqqan gap. O'qituvchi ilojsiz. O'qimayotgan, darsga layoqatsiz, befarq o'tirgan o'quvchini ota-onasini telefonini amallab topib, ota-onasiga telefon qiladigan bo'lsa, farzandingiz darsga layoqatsiz o'tiribdi, kitob daftarlarini olib kelmayapti, yaxshi emas tarbiyasi deydigan bo'lsa, ota-onalarning gapi bitta. Ustoz siz qattiq olavering, ustoz siz qattiq turavering deyishadi. Ota-onalarga ham farqi yo'q. Bolasi amallab 10 yilni o'tkazsa, amallab mana shu shahodatnomani olsa bo'ldi. Bir tomondan ular ham haq. Hozirgi kunda ota-onalar ham bilib qolishdi. Qayg'urish befoydaligini, gapirish befoydaligini. Ular ham ilojsiz. Bu narsalar ta'lim tizimi faqat davlat siyosatiga o'xshagan katta bir tizim bilangina o'zgarish mumkinligini ular bilib qolishgan. Ota-onalarning gapi hech qayerga yetib bormasligi,
va yetib borganda ham hech narsani o'zgartira olmasligini ota-onalar bilib qolishgan. Amerikadagi ta'lim tizimi va ulardagi gadjetlar, uskunalar juda oyiga chiqib ketgan deb ayta olmayman. Ular 50 yil oldin nimani ishlatishgan bo'lsa, hozir ham ana shu metodikalar, ana shu gadjetlar bilan dars o'tib yotishibdi. Lekin ularda bir narsa bor. Ularda maktabda maktabning siyosati bor. Ana shu maktabning siyosati, ichki tartib qoidalari va davlat tomonidan chiqarilgan qonun qoidalar Milliy gvardiyasiz ham ishlaydi. Bir tanishimni onasi Amerikaga nevaralarini ko'rgani boribdi. Tanishim, onajonim nevaralarni ko'rgani kelgan, nevaralar bilan bir mazza qilib aylansin debdi-yu, farzandini 2 kun maktabdan olib qolibdi. 2 kun mobaynida nevara momajonisi bilan, buvijonisi bilan birga bo'libdi. 2-chi kun kechki payt tanishimni telefoniga SMS kelibdi. Siz 2 kun farzandingizni sababsiz maktabga yubormadingiz. Bu bilan siz mamlakatimizni intellektual salohiyatiga putur yetkazasiz. Shuning uchun kuniga $500 dan $1000 shtraf to'laysiz. Yoki bo'lmasa farzandingizni boshqa rayondagi maktabga olib ketasiz. Tanishim qonidan, jonidan, jigaridan chiqarib ana shu $1000 ni to'ladi. Hattoki Amerikadagi oyliklari katta bo'lgan davlat uchun ham bu katta summa. Juda ham katta pul. Lekin buni to'ladi. Boshqa maktabga olib ketmadi. Chunki boshqa rayondagi maktabga olib ketish men uchun o'lim jazosi bilan barobar deydi. Men butunlay ishimdan qolib ketaman. Chunki boshqa rayondagi maktabga olib borish men uchun kuniga 4 soat vaqt oladi. Bolani o'zini chiqarib olib, bor maktabingga borib kel deyish jinoyat ekan. Uni albatta yoki maktabni o'zini maxsus avtobus olib ketar ekan, yoki ota-ona o'zi shaxsan olib borib qo'yib, olib kelishi shart ekan. Mana bo'ldi-ku. Maktab o'zinikini qildira oldi-ku. Sistema ishladi. Milliy gvardiyani ham keragi bo'lmadi. O'qituvchi o'quvchini, darsga kelmagan o'quvchini uyiga borib eshigini taqillatishiga ham to'g'ri kelmadi. Yoki bo'lmasa o'qituvchi uyiga borganda, endi dam olaman deganda, yoki endi o'zimni farzandimga ham tarbiya beraman deganda, bugun darsga kelmagan, davomatga kelmagan o'quvchi esga tushib qolib, unga telefon ham qilishga to'g'ri kelmadi. O'zini farzandini tarbiyasi ham qolib ketmadi. Maktab direktori nega seni sinfingda davomat yomon, demak sen o'quvchilar bilan ishlamayapsan deb unga hayfsan berishiga ham to'g'ri kelmadi. U asabiylashib stressga ham tushishiga to'g'ri kelmadi. Maktabdagi davomat sinf rahbarini ham, fan o'qituvchisini ham ishi emas. U maktab ma'muriyatining ishi. U maktab ma'muriyatining siyosati. Maktab ma'muriyati bu bilan shug'ullanish kerak. Maktabga kelmagan o'quvchini qandaydir usul bilan qo'llab maktabga kelishga majburlash bu hech qanaqangi ustozning vazifasi emas. Shunchaki u joylarda sistema ishlayapti. Sistema o'zini ishini bajaryapti. Mehnatga yarasha haq to'lanmaydigan bo'lsa, haqqa yarasha mehnat qilinadi. Hozir o'qituvchilar ham hiyla yo'liga o'tib olishgan. Hozir BSB, CSB degan baholov tizimi yo'lga qo'yilgan. U baholov tizimini natijasiga qarab ustozga baho beriladi. U BSB, CSBdan o'quvchi nafaqat o'tolmaydi, balki u hattoki darsga ham kelmaydi. Darsga kelmagan o'quvchini deb, imtihon topshirmagan o'quvchini deb gap eshitish ustozga kerakmi? Unga zararmi? Darsga kelgan taqdirda ham darslarni tayyorlamagan o'quvchini deb ustozni oyligidan kesilishi, unga hayfsan berilishi ustozga kerakmi? Albatta kerak emas. Yo'q albatta. Endi birdan bir chora haqqa yarasha mehnat qilish qoladi. 4 ta farzandim bor. Shulardan ikkitasi BSB, CSB imtihonlari olinadigan yuqori sinflarda o'qiydi. Har BSB, CSB imtihonlari olinadigan kunda ertalab yoki bir kun oldin Telegram guruhga ana shu BSB, CSB imtihonlarini javoblari va savollari hammasi tashlanadi. O'quvchini birdan bir vazifasi mana shu savollarni javobini eplab-seplab ko'chirib bersa bas. Boshqa nima ham qilsin? Kelmagan o'quvchi uchun uni oyligi kesilsa,
kelgan o'quvchi o'qimaydigan bo'lsa, ustozga hayfsan berilsa, bulardan qochish uchun albatta hiyla yo'liga o'tiladi. Boshqa iloji ham yo'qda. Ustozlar bir sinfga dars o'tishga kirganida yangi mavzu o'tib, yangi mavzu tushuntirish o'rniga narigi sinfga o'tilgan BSB, CSB imtihoni natijasini bu sinfga tekshirtirishyapti. Bunga izohni esa juda ham oddiy qilib berishyapti. Uyda bu BSB, CSB imtihonlarining natijalarini tekshirishga vaqtim yo'q. Shunga sizlar yordam berib yuboringlar. Sizlar ko'pchiliksizlar-ku deyishyapti. Ustoz maktabda o'tiradigan 8 soatidan tashqari uyiga borganda farzandiga ta'lim tarbiya berish o'rniga, farzandini bilimi bilan, axloqi bilan shug'ullanish o'rniga, hattoki maktabdagi ishlari tugamaganligi uchun maktabdagi ishini uyida qilyapti. Mehnatga yarasha haq to'lanmasa, haqqa yarasha mehnat qilinadi. O'qituvchini yo'qotadigan hech narsasi yo'q. Shuning uchun o'qituvchini oyligini oshirishdan boshqa ilojimiz ham yo'q. Rivojlangan davlatlarda ham o'qitish tizimi o'zgarmagan. O'sha. Gadjetlar va boshqa uskunalar ta'lim tizimiga unaqangi katta kirib kelgan joyi ham yo'q. Hattoki buni yoqlamayman ham. Gadjetlar va uskunalar kuchayib ketdi to'g'ri, lekin ta'lim tizimini gadjetlarga o'xshab kundan kunga o'zgaraverishi esa noto'g'ri. Lekin bo'ladigan gap shuki, birdan bir yechim yuqori oylik va davlat tomonidan bo'ladigan umumiy siyosat. Mehnatga yarasha haq to'lanmasa,